Rasmiy sevgan kim? Seriallar ahvolini. Yangilik ko'raylik. Nega universitetda davom ettirib, yurtimizga nafi tegadigan inson bo'lib yetishgan? Siz o'g'lingiz nima qilyapti? Nima qilyapsiz o'g'lingiz? Biz o'g'il faqat yeydi, ichadi, yotadi. Kamiga nosimni ham o'g'illar chekadi. Yo, dada, nosni mushukka tektiruvdi. Yaqindagina importning Bomish nomi bilan tanilgan shaxs o'zining shaxsiy brendiga asos solib biznesmen bo'lib ketdi. Siz o'g'lingiz shunchalik bo'la olmaydimi? Qodir aka, iymanda siz o'g'lingiz shunchalik bo'la olmaydimi? Eshitding-a? Qodir aka deb menga gapiryapti. Shu sani o'rningga mana shu Bomish o'g'lim bo'lsa bo'ladi. YouTube tarmog'ida Nastya ismli 5 yoshli qizcha o'zining videolari orqasidan millionlab dollar pul topib oilasini boqmoqda. Sizni o'g'lingiz martda 26 ga kiradi. Qodir aka, nima qilib qo'yibsiz o'g'il? Nima? Tug'ilgan kuninggacha biladi. Sharmandaga o'ldirdi. Sen o'tgan kun nima ichib ko'rding? 9 yil oldimi?